Men mashhur odam ekanman. Ko'pchilik meni tanir ekan. Mashhurligimni qaydan bildim aytaymi? Kecha bittasi efirimga kelib, "Assalomu alaykum, men Tojikistondanman, muxlisizman" dedi. Dedim. Tojikistonni meni Tojikistondan ko'rsatamiz desam, "Ha" deydi. Bittasiga ol, "Men Qozog'istondanman, muxlisizman" deydi. Dedim. Qozog'istonda ham ko'rsataman meni desam, "Ha" deydi. Bittasi Qirg'izistondanman deydi, muxlisizman dedi. Yo'q. Qirg'izistonda ham ko'rsatar ekan meni. Bittasi O'zbekistondanman dedi. Yo'q. Dedim. Ko'pchilik tanir ekan. Men ham tanishkim kelyapti o'sha odamlar bilan. Kibrda yoqsammikan? Havolanib ketsammikan, nima qilsammikan? Nimadir kasalga chalinishim kerak-da, mashhurlik kasaliga chalinishim kerak-da, axir, to'g'rimi?